Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan biz bosimni aniqlash laboratoriya ishini ko'rib chiqamiz. Ishning maqsadi bosim tushunchasini o'rganish, bosimni aniqlash formulasini amalda qo'llash hamda kuch va yuzaning bosimga ta'sirini tajriba orqali tekshirish. Nazariy ma'lumot. Birlik yuzaga perpendikulyar ta'sir qiluvchi kuchga bosim deyiladi. Agar yuza kichik bo'ladigan bo'lsa, bosimimiz katta bo'ladi. Agar yuza katta bo'ladigan bo'lsa, bosimimiz kichik bo'ladi. Ya'ni bosim yuzaga teskari proporsional, ta'sir etuvchi kuchga to'g'ri proporsional holatda bog'langan. Bosimni hisoblash uchun biz P teng F taqsim S degan formuladan foydalanamiz. Bu yerda P bosim, F perpendikulyar ta'sir qiluvchi kuch, S sirtning yuzasi. Bosimni birligini biz paskallarda yoki newton taqsim metrlarda o'lchashimiz mumkin. Asbob uskunalar. To'g'ri burchakli parallelpiped, misdan yasalgan silindr, alyuminiy kubik, elektron tarozi, lineyka yoki chizg'ich. Shular bizga kerakli asboblar bu laboratoriya ishini o'tkazishda. Tajribani bajarish tartibi. Birinchi jismni massasini tarozi tortib olamiz. Jismning uzunligini, eni va balandligini mana bu chizg'ich yordamida o'lchab olamiz. Jismni turli xil holatlari, har xil yuzalari bilan stol ustiga qo'yib, uni bosimini topishga harakat qilamiz. Har bir holat uchun tayanch yuzasini aniqlaymiz. Og'irlik kuchini hisoblash uchun F teng mg degan formuladan foydalanamiz. Har bir holat uchun bosimni hisoblab jadvaliga kiritamiz. O'lchash va hisoblashlar jadvali mana bu narsalar. Katta yuzaga ega bo'lgan holat uchun yozib chiqamiz. Kichik o'rta yuzaga ega bo'lgan holat uchun yozib chiqamiz va kichik yuzaga ega bo'lgan holat uchun yozib chiqamiz va bosimlarni hisoblab topamiz. Endi bu yerda hisoblash namunasi degan bizga hisoblash namunasi bor. Qiynalmaslik uchun mana massasi 2 kilogramm, tayanch yuzasi 0.2 metr kvadrat bo'lgan jismga ta'sir etuvchi bosimni topishdi. Hisoblash namunasini ko'rsatib qo'ygan. Mana og'irlik kuchini topib olib turib, o'sha og'irlik kuchini yuzaga bo'lib topilyapti. Xulosa, tajriba natijalariga ko'ra tayanch yuzasi kichraygan sari bosim ortadi. Yuzasi kattalashgan sari esa bosim kamayadi. Bosim kuchga to'g'ri proporsional, ta'sir etuvchi sirt yuziga teskari proporsional holatda bog'langan ekanligini tasdiqlandi. Nazariy nazorat savollari. Bola qanchalik laboratoriya ishini bajarib, qanchalik bilimga ega bo'lganligini tekshirish uchun bizga nazorat savollari berilgan. 5 ta nazorat savolimiz bor ekan. Qo'shimcha topshiriq bor bu yerda. Turli masalali jismlar uchun bosimni hisoblash, natijalarini taqqoslash degan. Xo'p. Aziz o'quvchilar, endi laboratoriya ishini bajarishga kirishamiz. Mana parallelpipedni kichik yuzasini, o'rtacha yuzasini va katta yuzalarni hisoblab topaman hozir men. Buning uchun chizg'ichdan foydalanamiz. Katta yuzasini o'lchayapman. Katta yuzasi bu tomoni 6.4 chiqdi. Demak, A tomonini biz 6.4 deymiz. A teng 6.4 santimetrda bu. Endi bu tomonni o'lchab ko'ramiz. Bu tomonni o'lchasak bu 5.3 chiqyapti bu. Demak, bu tomoni 5.3 chiqyapti. 5.3 santimetr ekan. Bu katta yuzay edi bu. Demak, bu birinchi ishimiz katta yuzay. Endi men o'rtacha yuzani topaman.
bu tomonimiz mana 6,4 chiqaradi. Demak, ikkinchi ishimizda A tomoni 6,4 chiqyapti. Endi bu kichkina tomon topaman. Bu B tomoni bu yerda mana 2,3 chiqyapti. Demak, B tomoni B tomoni 2,4 chiqyapti. 2,3 chiqyapti. Xo'p. Endi uchinchi tomonni o'lchab olaman. Bu eng kichik tomoni bo'ladi. Bu yog'i mana 2,3 bo'lyapti. Demak, A'si 2,3 ga teng. Uzun tomoni bo'yini o'lchaydigan bo'lsa, mana 5,3 chiqyapti. 5,3. Demak, B'si 5,3 ekan. Endi men mana yuzasini topaman, S1 yuzani topaman. S1 yuzani topsam, buni ikkasini birga ko'paytiraman. Ko'paytirganimda 34,5 santimetr kvadrat chiqadi. Buni ko'paytirganimda 6,4 2,3 ko'paytirsam 14,172 chiqadi. 102 santimetr kvadrat chiqadi. Bu ikkasini bir-biriga ko'paytirsam, eng kichkina tomon chiqadi, S yuzasi 12,19 santimetr kvadrat chiqadi. Mana shu son qiymatlarni biz jadvalga kiritib olishimiz kerak. Buni biz metr kvadratda yozadigan bo'lsak, mana 34,5 ko'paygan 10⁻4 bo'ladi metr kvadratda. Bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Demak, 14,72 ko'paygan 10⁻4 metr kvadratda bo'ladi. Bu ham 12,19 ko'paygan 10⁻4 metr kvadratda bo'ladi. Endi biz massasini o'lchab olgandik. Jismning massasini o'lchaganimizda 214 gram chiqqan edi. 214 gram. Endi biz kuchlar topib olishimiz kerak. 214 gram bo'ladigan bo'lsa, kuch topishimiz mg dan foydalanamiz mana. Uchala holatda ham massamiz bir xil bo'lgani uchun 214 ni men 214 deb kilogramga aylantirib yozaman, 9,8 deyman. Agar buni 9,8 ga ko'paytirsak, massamiz nima chiqadi desa, mana 0,214 ni 9,8 ga ko'paytirsak, 8 ga 32, 11 bir yoqda 16, 17. Demak, 9 ga 36, 3 yoqda 9 kara 1, 9 3 yoqda 12. İki butun ondan bir desek bo'lar ekan. Demak, bu 2,1 Newton bo'lar ekan. Mana shunaqangi o'lchash natijalarini oldik. Endi biz ularni jadvalga kiritib olamiz. Mana biz o'sha o'lchash natijalarini jadvalga kiritib oldik. Mana 2,1 Newtondan chiqdi. Mana bular hammasini yozib oldik mana yuzar. Endi bosimlarni hisoblashga o'tamiz. Bosimni topamiz. 2,1 ni 34,5 ko'paygan 10⁻4 ga bo'lsak, bu yerda biz natijamiz mana bu yerdan chiqdi. Biz natijamiz demak 0,6 ko'paygan 10⁻4 chiqdi. Buni biz 600 paskal deb yozishimiz mumkin. 600 paskal bo'ladi. Keyin mana bu 2,1 ni 14,172 10⁻4 ga bo'lib ko'ramiz. Keyingisida P2 bosimini topamiz. Demak, F
2 ni S2 ga bo'lamiz. Bo'ladigan bo'lsak, bu yerda bizda 2,1 S2 miz 14,72 edi. 14,72 10 üstü minus 4 edi. Bo'lib olsak, demak 4,14 ko'paygan 10 üstü 4 chiqdi bu. Buni biz 1400 Pascal deb yozishimiz mumkin. Mana. Pascalga aylantirganimiz shunday bo'ladi. Xo'p, keyin P2 desak, P3 deb topamiz. Endi P3 topish uchun F3 ni S3 ga bo'lamiz. Xo'p, bunda biz 2,1 da bölüşümüz kerak. 12,119 ga. Bölsek 10 üstü minus 4 ham bor buni. Bo'ladigan bo'lsak. Demak, bu ham 417 ko'paygan 10 üstü 4 chiqdi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bu ham 1700 Pascal bo'ladi mana. Biz demak mana bu yerga o'sha topilgan qiymatlarni kiritib qo'yamiz. 600, 1400, 1400, 1400, keyin mana 1700 kiritib qo'yamiz. Demak 1700. Demek, mana biz hisoblash jadvalini ham to'ldirdik. Demak, biz natijalarimiz buni sterjinni kichkina yuzi bilan ta'sir qilgandagi bosim kattaroq chiqdi. Mana yuzi kichik bo'lganligi uchun 1700 chiqdi. Buni kattaroq yuzasi bilan, o'rtacha yuzasi bilan bosganimizdagisi 1400 chiqdi. Eng kichkina yuzasi bilan bosganimizdagi mana 600 chiqdi. Demak, shu bilan bizni laboratoriya ishimizni tugatamiz. Keyingi laboratoriya ishlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.